Zalga kirib, nonni tirnuribga qilinglar. Zalga kirib, 32 kilolik toshni hech bo'lmaganda hozir 40 ta ko'tarishlang kerak. Bormi ko'taradigan? 40 ta. Hech bo'lmaganda ko'tara olmaysizlar. Ko'tarish kerak. O'g'il bola jismonan baquvvat bo'lishi vojib, bilasizlarmi shuni? Vojib degani mana vitr vojib namoz bor. Qurbonlik so'yish vojib. Shuni urvinidagi vojib. O'g'il bola ham ruhan botir bo'lishi, jismonan baquvvat bo'lishi, aqlan mukammal bo'lishi, iymonan baquvvat bo'lishi vojib bo'ladi. Bugunchi somor, osh, telefon, sigaret, o'yin kulgi shu. Hayot shu. Keyin 50 ga kirgandan keyin rosa dam oladigan paytda velosipedga qopni baylab keyin yuriladi keyin. Chunki mana hozir men o'zim aytayapman-da, haqiqatda oldin ko'pchilikdan eshitardik, 50 yoshdan keyin ko'p narsa yurakka sig'may qolar ekan. Na biznes, na o'yin kulgi, ya boshqa narsa. O'qib, hunar olib, bilim oladigan paytida naborot o'yin kulgiga berilib ketyapti. Ana endi o'ynab kulib dam oladigan paytida endi qarasa, pul yo'q. Uji nima bo'ladi? Deydi. Pul topsa hunar yo'q. Kallada bur tersa alifni yarimi tushadi.